Assalomu alaykum, Katyol.uz kanali hurmatli tomoshabinlari. Biz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanidamiz. Nayman qishlog'ida 250 kvadratli xonadonga isitish tizimini o'rnatib berdik. Bu qishloqlarda tabiiy oqma gaz bor ekan. Yanvar oylarida 20 kun, 15 kun gaz uzilib qolar ekan. Shuning uchun isitish tizimini ham ko'mirga, ham gazga moslab berdik. Bu 250 kvadratli xonadonimizga 25 kilovatlik o'zimiz ishlab chiqargan milliy ko'mirli kotelimizni o'rnatdik hamda o'zimiz ishlab chiqargan 22 kilovatlik gazli kotelimizni o'rnatib berdik. Xonadonimiz 250 kvadratni o'z ichiga olyapti. Yangi qurib bitkazilgan xonadon. Bu isitish tizimini radiatorga moslab berdik. Mana shunaqa har xil razmerdagi panelli radiatorlardan 16 dona ustanovka qilindi. Sistemamiz samotyok sistema bo'ldi. Suvni qaynash hisobiga tabiiy sirkulyatsiya bo'ladigan sistema bo'ldi mana. Kotelxonamiz mana shu oraliqdan o'tib orqa tomonga o'rnatildi. Sistema ikkiga bo'lingan. Bag'da ikkita xona bor, bag'da primerni 6 ta xona bor. Shu общий 250 kvadratni o'z ichiga olyapti. Kotelimiz ruschasiga nijniy garina deyiladi, o'zbekchasiga pastdan yonuvchi kotel turiga kiradi. 25 kilovatlik, atrofi polniy utepленный, stali 3 mm lik ochiq sistemalarga mo'ljallangan. Bu kotelimizni topkasiga 50 kg atrofida ko'mir zapravka qilinadi. Bateriyaga qarab, ko'mir sifatiga qarab, qo'ygan gradusiga qarab maksimum 24 soatgacha, minimum xudo xolasa 16 soatgacha ishlab turadi. Ba'zi joylarda 16 soat, ba'zi joylarda 2 sutka yonganini ham ko'rdik. Juda ham sifatli qilib ishlab chiqarilgan. Kuzda gugutni qaytib chaqib yoqasiz. Mana shunaqa o'tinlarda cho'q bo'lgandan keyin topkasini shu 50 kg ko'mirni zapravka qilib qo'yasiz. Juda ham qulay. Kuzda gugutni yoqasiz deganim sababi shu bilan bahorgacha qaytib qo'lingizga gugut olmaysiz. Mana shundan yoqib topkani to'ldirib, o'zi pastdan yonuvchi kotel turiga kirib, pastdagi ko'mir sekin-sekin yonib, orqa teplomenniga issiqni beradi va topka pasaygan sari, misol uchun, xo'p, yarim bo'lib qolsa, tepasiga ko'mirni zagruzka qilib ketaverasiz. Bir sutkada bir mahal mana tagdan bitta kulni olib turasiz. Mobodo hozir ko'mirlarda ham turi ko'p. Mobodo tosh shunaqa shlag bo'ladigan bo'lsa, oldida mana mexanizmi bor. Mana shu shunday qilsalaring, mana bu mexanizm ko'rayotgan bo'lsangiz ishlayapti. Tiqilgan tosh boshlarni kullarni titib tashlaydi, lekin hadam buni ishlatavermaysiz. Negaki yonayotgan cho'qni ham o'chirib qo'yish mumkin. Mobodo gradus pasayib ketsa, buni ishlatib turasiz. Misol uchun o'zim xonadonimda ham shunaqa kotel ishlataman. O'zim 1,5 sutka, 2 sutkada bir marta ishlataman xolos. Yo'qda umuman ishlatmadim. O'zini aqlli miyasi bor. 60-70 ga qo'ysangiz, o'sha gradusdan o'tib ham ketmaydi, tushib ham ketmaydi. Komplektda miyasi va ventilyatori bo'ladi. Kotelimizni juda ham o'tin yoqasimi, ko'mir yoqasimi, juda ham kuchli KPDga ega, 4 metr atrofida shaxtasi bor. Mana shunday tushuntirsam, issiqlik tepaga chiqadi, pastga tushadi, tepaga chiqadi. 3 ta shaxtasi bor. Juda ham tozalashga udobniy. Mana orqasida luklari bor mana. Usta mashina ham ochib, mana 3 ta shaxtasi bor. Mashina vaqtga qarab tozalab turiladi. Qancha ko'p tozalasangiz, o'shuncha foyda. Mana shu metal ochiladi va yonayotgan ko'mirning issig'ini tezroq suvga o'tkazadi. Mana shu tozalagandan keyin juda ham qulay. Mana shu yerda yana bitta porchkasi bor. Tozalagan musullarni tashqariga olasizlar mana. Hop, ichidagi ko'mirda ortiqcha bateriya qilmaydi. Ventilyator ishlagan payt o'zini mana zaslonkasi bor. Usta yoqinchi ventilyator mana. Ventilyator ishlagan paytda mana shu avtomatik ochiladi. Ventilyator o'chgan paytda o'zi avtomatik yopiladi va ortiqcha havoda yonish qismiga uzatmaydi. Shu tomonlama ancha ekonom qiladi. Kotelimiz bo'yi 120, eni 55, bu orqaga 85 sm. Kotelimiz suvsiz, o'zini og'irligi 260 kg atrofida. Kotelimiz o'zini komplektda o'zini traynoy bo'ladi. Dimoxodni ham ko'ryapsizlarmi? Nerjavikali, sendvichli dimoxod 4 donasini ishlatdik. Tomdan ancha tepaga o'tib ketdi. Mana o'zi ko'rsangiz bo'ladi, bemalol o'zimiz ishlab chiqargan sendvichli nerjavikali dimoxod. X-Floy bo'ladi. Ichidagi
birinchi qavati ham mana shunaqa nerjaveyka. Nerjaveykadan keyin o'zini 2 qavat, 3 qavat steklovatdan mini vatasi bor. Undan keyin yana 0.6 lik shunaqa nerjaveykadan qoplangan. Ikki sloy. Buni foydasi kotyol ishlashda juda ham zo'r ishlaydi, zo'r tortadi, ichidagini kondensat berib to'lib qolmaydi. Bir sezonda bir marta tozalaysiz, bo'lmasa ham 2 sezonda bir tozalaysiz. Mana shu traynoy chiqadi, kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Mana shu dimoxodlar kerak bo'lsa, komplektda dimoxod bilan alohida to'lov qilinsa, dastavkasini qilib beriladi. Birga bir o'zini traynoyga shu dimoxodlar tushadi. Bu yerga 4 dona dimoxod ishlatganmiz. Tomdan o'tib ketdi. Bir dona dimoxod hozirgi paytda xo'p 410 ming so'mdan bo'lyapti. 19 ligi. Kimgadir 22 ligi kerak, kimgadir 25 lik kerak. Qo'shilib boraveradi. Hozir bu 19 lik dimoxod 410 ming so'mdan. O'lchami 1 metr 20 sm bo'ladi. Xo'p, gazli kotelimiz haqida ma'lumot bersak, 22 kilovatli gazli kotel. Mana shu galilkani xonadon egalari o'zlari olib kelib berdi. Galilkaning narxi qancha bo'ldi? Xo'p, buni ham hozir egalaridan so'rab aytib qo'yamiz. Galilkani o'zlari olib kelib berdi. Biz kotelda o'zimiz ishlab chiqardik va shuni hozir sinagani propanga yoqib berdik. Hozir buni sinab, betlarda tabiiy gaz bor, gazga ulab qo'yamiz. Mana ko'mirli kotelda birinchi qadami boshidan yondirish. Mana shunaqa pastiga o'tinlarni solib turib, ancha cho'q bo'lgandan keyin xo'p, galilkaning narxini aytib o'tib ketamiz dedik. Egalaridan so'radik. 490 ming bo'ldimi aka galilka? 470 ming galilka bo'libdi. Mana shu galilka, bu kilovati bor ekanmi yo'q ekan? 12 talik. 12 talik deyilar ekan. 470 ming ekan galilkaning narxi. Mana o'tinimiz yonib cho'q bo'ldi. Endi tepasidan masalab ko'mirni to'ldiraveramiz ko'mirni. Mana kotelimizni regulyatorini 60 ga qo'ydik. Xudo xolasa suvlarimiz 60 ga yetib, полный sistemada suv 60 ga chiqdi. Ventilyatorda avtomatik o'chiradi. Samotyok sistema bo'lsa ham bitta sirkulyatsiya nasos qo'yib qo'yganmiz. Tezroq suvni aylantirish uchun. Kotelimiz xudo xolasa 60 gradusga chiqib, полный sistemani 60 qilib beryapti. Issiq emasmi, dimoxod? Xudo xolasa полный sistema. Ichkarilarda ko'rdilarmi, tekshirdilarmi? Suv oqayotgan suvlar yo'qmi? Hamma yo'q, yaxshimi? Xo'p, kotelimiz полный o'zining ichiga 75 litr suvni oladi. Topkasini o'tib ketdim. 50-55 kilogramm atrofida ko'mir zapravka qilinadi. Minimum 16 soat, maksimum 2 sutkagacha yetgan joylarda ko'rdik. Xo'p, ichkarida shu 250 kvadratli xonadonga 16 ta radiatorlarimizni tekshirdik. Benuqson, xudo xolasa zo'r isyapti. Hammasi a'lo darajada bir me'yorda. Endi kotelimiz narxi hammaga qiziq. Atrofi utepленный 3 stalda bo'lgan ochiq sistemalarga mo'ljallangan ko'mirli kotelimiz. Zakazga qarab lisini to'rlik ham qilib beraveramiz. Dimoxodlarimizni narxini aytib o'tib ketdim. Kim kerak bo'lsa shuna dimoxodlar bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Dimoxod o'zimiz ishlab chiqaramiz, kotelda ham o'zimiz ishlab chiqaramiz. 2026-yil bugun video olayotgan sanamiz 19-yanvar sanasiga kotelimiz narxi 10 million 300 ming so'm. O'zbekiston bo'yicha yetkazib berish xizmati shu narxning ichiga kiritilgan. Gazli kotelimiz 22 kilovatli. Xo'p, 2,5 million so'm bo'ldi. Bez nima? Galilkani o'zlari olib kelib berishdi. Xo'p, santexnik brigadamiz o'zimizni kotel uzdagi santexnik brigadamiz har bir radiatorlarda 500 ming so'mdan samotyok sistemani ustanovka qilib berishdi. Radiatorlarni ko'rgan bo'lsalaring, devolni ichidan turba palachilar devolni ichidan olib o'tkazishgan shunaqa xizmatlar bilan 500 mingdan bir donasi 500 ming so'mdan bo'ldi. Hisoblavering, 10 ta radiator o'rnatsangiz, xizmat haqi o'rtacha 450 mingdan 550 minggacha 10 ta tochkangiz 5 million so'm bo'ladi shuning ichida. Xo'p, kotel ustanovkasi qancha bo'ldi? Kotel ustanovkasi 600 ming so'm bo'ldi.
Videolarda kamchiliklar va xatolar bo'lsa uzr so'raymiz. Kimda qanaqa fikr, qanaqa savol bo'lsa kommentariyaga yozinglar. Xudo xolasa javob berishga harakat qilamiz. Bizga kotel ishlab chiqarishimiz Farg'ona viloyatida, Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida kotel showroomimiz bor. Tashrif buyursalar, shunaqa o'zimiz ishlab chiqargan milliy, yonida bunkeri bor avtomatikali, qolaversa Turkiyani, Rossiyani zavodskoy kotellari bor. Kotel sohasida xudo xolasa kotel showroomimizda ishlaring bitadi. Videoga like bosib, ko'mirli kotel tayyorlagan tanishlarga shu videoni jo'natib qo'yasizlar. Xonadonlarning qishda issiq bo'lishi, isitish tizimini o'rnatish kerak bo'lsa, biz santexnik brigadamizga murojaat qilsalar, xudo xolasa sifatli qilib, hozir videoni yanvar oyida olyapmiz. Yanvar oyida, dekabr, yanvar, fevral, qish oyida ishlariga garantiya berib, xudo xolasa qilib berishadi. Biz Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Nayman qishlog'ida 250 kvadratli xonadonga nolovka ustanovkamizni qilib berdik. Ustanovkamiz ham o'sha gaz bor ekan, bu hududlarda ham ko'mirga, ham gazga moslab berdik. Videoga like bosib qo'yamiz. Ketib kerak bo'lsa, o'zimiz ishlab chiqqan kotellar dastavkasi 12 ta viloyatga bepul, rossiyskiy turetskiylarniki dastavkasi pulli.